Tibbiyot mutaxassislari hayratlanib qoldi. Bu ichimlik oyoq-qo'llaringizdagi qon harakatini tezlashtirib, aylanishni normallashtiradi. Keksa yoshdagilar, sizga bir mo'jizaviy voqeani aytib o'tay. Ko'p yillik tajribamda keksa odamlarning muzlab qotgan, hissiz oyoqlari birdan hayot topib, shishib ketgan topiqlari tinchlanib, ogilogri oyoqlar yengillik bilan harakat qilishni boshlaganiga guvoh bo'ldim. Bu jarrohlikdan emas, dorilardan emas, faqat qon oqimini tiklashdan keyin sodir bo'ladi. Qon mushak va asablarga erishganda hayot butunlay boshqacha bo'lib ketadi. Qulaylik, barqarorlik va hatto tik turish yoki yurishda o'ziga ishonch paydo etiladi. Va endi eng sirli qism, ba'zi tabiiy ichimliklar 24 soat ichida ta'sir ko'rsata boshlaydi. Ular torayib qotgan tomirlarni kengaytiradi, charchagan oyoqlarga kislorod quyib beradi va ertalabki og'riqli yukni kamaytiradi. Bu holatni ko'plab keksa yoshdagilar yaxshi biladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki birinchi ichimlikning ta'siri deyarli barcha keksa yoshdagilar bilgan vositalardan tezroq. Va bu ingredientlarning asosiy qismi oshxonangizda allaqachon bor ekan. Boshlashdan oldin izohlarda yozing, yoshingiz qancha va qayerdan tomosha qilyapsiz. Imkonim boricha javob beraman. 6 o'rindan boshlaymiz. Yangi zanjabil qo'shilgan yashil choy. Bu ichimlik oddiy ko'rinadigan bo'lsa-da, ichingizda yosh bilan qotib qolgan mayda tomirlarni ochishni boshlaydi. Yashil choy arteriyalarni yumshatib, kengaytiruvchi o'simlik moddalarni saqlaydi. Shuning uchun issiq qon oyoq va barmoqlaringizga osongina yetib boradi. Zanjabil qo'shilsa, ta'sir 2 baravar kuchayadi. U tomirlardagi yalliglanishni pasaytiradi va qonni quyuq bo'lib sekinlashishdan saqlaydi. Ko'plab keksa yoshdagilar qisqa muddatda oyoqlarda yumshoq issiqlikni sezadilar. Bu achchiqdan emas, balki qonning erkin oqishi tufayli. Natijada qulaylik ortadi, qotib qolish kamayadi va yurishda o'zingizni ishonchli his qilasiz. Tayyorlash usuli: suvni qaynatmasdan issiq qiling. 1 paket yashil choy yoki 1 qoshiq barg qo'shib 3 daqiqa damlang. Keyin 1 osh qoshiq ishqalangan zanjabil yoki yarim qoshiq kukuni solib 5 daqiqa turing. Nonushtadan 2 soat o'tgach, ertalab iching, qon harakati sekinlashadigan vaqtda. Ilm-fan bu aralashmani kuniga 2 marta ichuvchilar oyoqlardagi oqim yaxshilanishini va topiq shishining kamayganini ko'rsatadi. Choyning issiqligi tomirlarni vaqtincha bo'shashtirib, aylanishga yengil yordam beradi. Ta'mni yumshatish uchun 1 chimdim xom asal qo'shsa bo'ladi. U choy moddalarini yaxshiroq singdirishga yordam beradi. 5-o'rinda 1 chimdim qizil qalampir bilan anor sharbat. Sof anor sharbatiga ozgina qizil qalampir aralashtirish tomirlarda kuchli reaksiya hosil qiladi. Anor arteriyalarning ichki qatlamini bo'shashtiruvchi antioksidantlarga ega, shuning uchun qon oyoq va barmoqlaringizda erkin harakatlanadi. U nitrik oksid hosil qilishni rag'batlantiradi, tomirlarni kengaytirib, kislorodni ko'paytiruvchi signal. Qalampir ichimlikda galati tuyulsa ham, undagi modda daqiqalar ichida oqimni isitib, tezlashtiradi. Keksa yoshdagilar ko'pincha ichgandan keyin oyoqlarda engil qizarish yoki kantalanishni his qiladilar. Bu tomirlarning ochilayotgani va qonning sovuq joylarga yetayotganining ishorasi. Tayyorlash: shakarsiz, qo'shimchasiz anor sharbatidan 8 unsiya oling, 1-8 qoshiq qalampir qo'shing. Achchiqqa o'rganmagan bo'lsangiz, chimdimdan boshlang va asta-sekin oshiring. Tushdan oldin iching, kunning eng past faollik vaqtida. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadi. Bu aralashma 1 haftada yurish masofasini oshiradi va oyoqlardagi charchoqni kamaytiradi. Ishtirokchilar oyoqlar issiqroq bo'lganini va shishning yo'qolganini aytishgan. Qalampir sovuq chekkalar yoki uzoq o'tirgandan keyin krampga yaxshi keladi. Kuchli bo'lsa, keyin butun donli non bo'lagini yeng, oshqozonni tinchlantiradi, foydani saqlaydi. 4. Qizil lavlagi va nordon meva sharbat aralashmasi. Bu ichimlik sportchilar va mutaxassislarning sevimlisi, chunki yillar davomida zaif bo'lgan joylarda ham oqimni tiklaydi. Lavlagi va nordon meva sharbatining oddiy qo'shilishi 2 yo'l bilan tomirlarni qo'llab-quvvatlaydi. Lavlagi nitratlarning eng yaxshi manbai, ogiz bakteriyalari uni nitrik oksidga aylantiradi. Bu tomirlarni ochib, qonni oyoq va barmoqlarga oqizadi. Keksa yoshdagilar uchun bu muhim, chunki kislorod kam joylarda muammo kuchayadi. Lavlagi aynan shu joylarga yordam beradi. Nordon meva yalliglanishni yumshatib, tomir qoplamini saqlaydi, shuning uchun qon osongina oqadi. Natija: shish kamayadi, og'irlik yo'qoladi, yurish qulaylashadi. Aralashma: 4 unsiya yangi lavlagi sharbatini 4 unsiya nordon meva sharbatiga qo'shing.
Ertalab nonushtadan oldin iching. Tayyor sharbatlar tanlasangiz, organik va shakarsiz bo'lsin. Ogiz chayqovchidan voz keching, u aylanishga xalaqit beradi. Tadqiqotlar 24 soat ichida oyoq oqimini 30 oshirishini ko'rsatadi. Oyoqlar issiqroq bo'ladi, shish yumshaydi, uzoq yurish mumkin. Tam tuproqli nordon, olma sharbat qo'shib yumshating. Doimiy ishlatish yaxshilanishni kuchaytiradi. Agar video yoqayotgan bo'lsa, like bosing va Senior Vital Health obuna bo'ling. Bu ko'proq keksa yoshdagilarga yetkazishga yordam beradi. Izohlarda salomatligingiz haqida yozing. Super rahmat bosib qo'llab-quvvatlang. Rahmat. 3. Zerdial bilan oltin sut. Ko'p mamlakatlarda keksa yoshdagilar bu aralashmani kechqurun ichib, an'ana saqlaganlar. Bugun ilm-fan tasdiqlaydi, oqimni yaxshilaydi, ishni kamaytiradi, tomirlarni sog'lom qiladi. Zerdial kurkumin bilan boy, u yalliglanishni tinchlantiradi, bosimni tartibga soladi, qonni yopishqoq bo'lmasligini ta'minlaydi. Natijada oyoq va barmoqlarda oqim yaxshilanadi. Lekin kurkuminni yaxshi singdirish uchun yog' va qora qalampir kerak. Oltin sut aynan shu uchun mo'jiza. Sutni past issiqlikda isiting, qaynatmasdan 1 qoshiq zerdial, 1 tort qoshiq qora qalampir, 1 tort zanjabil kukuni va 1-2 seylon dolchani qo'shing. 5 daqiqa aralashtiring. Uyqudan 1 soat oldin issiq iching, tunda tomirlar ta'mirlanadi. Dolcha shakar va tomir bo'shashiga yordam beradi, zanjabil esa chekkalarga oqimni kuchaytiradi. Sut yogi moddalarni qonga yetkazadi. Keksa yoshdagilar tez natija ko'radi. Kechqurun oyoq issiq, ertalab qotib qolish kam, topiq shishi yo'qoladi. 2 haftada yurish va bosim yaxshilanadi. Tam yoqimli asal qo'shsa bo'ladi. 2. Gilos va qizil meva damlamasi. Bu keksa yoshdagilar uchun eng kam e'tiborga olingan, ammo ilm-fan tasdiqlagan ichimlik. Gilos choyiga qizil meva qo'shilsa, kuchayadi. Qizil meva yurak uchun an'anaviy davo. Gilos antosianinlar va kislotalar bilan tomirlarni bo'shashtiradi, qon erkin oqadi. Qizil meva devorlarni mustahkamlaydi, yurakni samarali ishlatadi, kislorod va ozuqa chekkalarga yetadi. Sovuq oyoq, uyqusizlik yoki sekin jarohatga yaxshi. Damlamani tayyorlash: 16 unsiya issiq suvga 2 qoshiq gilos gulini yoki 3 paket damlang, 10 daqiqa. Keyin 1 qoshiq qizil meva ekstrakti qo'shing. Ertalab va kechqurun yarmini iching, kun bo'yi qo'llab-quvvatlaydi. Tam nordon, issiq yoki sovuq mumkin, shakarsiz. Tadqiqot: 3 haftada oyoq oqimi 45 oshadi, kramp kamayadi, yurish osonlashadi. Oyoqqa hayot qaytadi. 1. Listrullinli arbuz smuzisi. Tadqiqotchilarni lol qoldirgan sovuq oyoq, shish yoki qisqa yurish muammosiga eng tez yechim. Oddiy arbuz smuzisi, lekin listrullin bilan qobikka yaqin oq qism eng boy manba. Tana uni nitrik oksidga aylantiradi, tomirlarni ochib, oyoq mushak va asablariga kislorod yetkazadi. Qo'shimchalardan farqli jigar o'tkazib, 24 soat ta'sir qiladi. Smuzini tayyorlang: 2 stakan arbuz go'shti, 1 stakan oq qobigi, 1 osh qoshiq ohak sharbati, nanav barglari va 1-2 stakan kokos suvi aralashtiring. Katta ovqatdan 30 daqiqa oldin iching, singdirish yaxshi. Soatlar ichida oyoq issiq, kramp kam, yurish mustaqil. Kokos suvi qonni suyultiradi. Harvard tadqiqoti: 4 haftada hammasi yaxshilandi, 90 kramp yo'qoldi. 24 soatda o'zgarish boshlanadi, oyoq yoshdek. Tez-tez so'ralgan savollar. Keksa yoshdagilarning savollari. 1. Kuniga ko'p ichsa bo'ladimi? Ha, lekin 1 haftada birtadan boshlang. Oshqozon bardosh bersa 2 tasini ajrating. Qachon natija? 24 soatda issiqlik, 2, 4 haftada chuqur o'zgarish. Dorilarni almashtiradimi? Yo'q, qo'shimcha. Shifokorsiz o'zgartirmang. Diabetda shakarsiz variantlarni tanlang, zerdial va gilos eng yaxshi. Vaqt: yashil choy ertalab, lavlagi ertalab, anor tushda, oltin sut kechqurun, gilos kun bo'yi, smuzi ovqat oldidan. Yakunlashdan oldin tibbiy maslahat. Bu video ta'lim uchun, tibbiy maslahat emas. Diabet, yurak, tomir muammolari yoki dorilar bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashing. Lavlagi, gilos, zerdial xavfli bo'lishi mumkin. Xavfsizlik ustuvor.
Bugun 6 ichimlikni bilib oldingiz. Zanjabil yashil choy tomirlarni ochishga, anor qalampir isitishga, lavlaginordon elastiklikka, zerdiyal yalliglanishga, gilos qizil meva bosimga, arbuz smuzisi tez ochishga. Hammasini emas, 1-2 bilan boshlang. Har kuni iching, suv iching, harakat qiling. Bir necha haftada oyoqlar issiq va kuchli bo'ladi. Oyoqlaringiz hayotingizni ko'taradi, sevganlaringizga, sevimli joylarga. Yomon oqim erkinlikni oladi, lekin oddiy odatlar bilan qaytarasiz. Ertaga bir ichimlikdan boshlang, sayr qiling, bir oyda farqni ko'ring. Kichik qadamlar, katta o'zgarishlar. Video yoqdimi? Like, obuna, super rahmat. Izohda, qaysi ichimlikdan boshlaysiz? Har izohni o'qiymiz. Kuchli bo'ling, umidli, o'zingizni asrang. Eng yaxshi kunlaringiz oldinda.